Onlayn do'kon sizga kerakmi? Biz sizga ajoyib yechim qilib beramiz. Onlayn do'koningizda sizda xuddi mahsulotlaringiz mana shu ko'rinishda ko'rinadi. 24/7 rejimda foydalanuvchilarga. Va bizda nima bo'ladi? Telegram kanaliga ulab qo'yamiz, qo'shimcha savollar bo'ladi va mahsulotni qidirish bo'limi bor, manzilimiz va mana bu yerda buyurtmalar, statistika, moliya bo'limidan iborat bo'ladi. Va rollar bor bu yerda. Admin bor, sotuvchi bor va xaridor degan rollarni kiritamiz. Foydalanuvchi bittasiga to'lov tizimi qanday bo'lar ekan? Shuni ko'rsatib beraman. To'lov tizimida olamiz. Mana shu motor misol oladi. Foydalanuvchi motor belgilagandan keyin savat bo'limiga o'tadidagi to'lov qilish uchun mana bu yerda motorchi ikkita tanlanibdi, kuk DC motor tanlanibdi. Buyurtma berish tugmachasini bosadi foydalanuvchi. Buyurtma berish tugmachasini bosganda foydalanuvchi ismini kiritish kerak bo'ladi. Telefon raqamini kiritish kerak bo'ladi. Shahar kiritish kerak bo'ladi. Va davom etish. Davom etish tugmachasini bosganda biz manzilni to'liq kiritishni so'raymiz misol tariqasida. Manzil to'liq kiritish kerak deymiz. Xo'p. Manzil foydalanuvchi to'liq kiritdi. Masalan, Toshkent viloyati, Ohangaron tumani, mahalla, tuman, ko'chasi. Endi foydalanuvchi mana bu to'lov tizimini tanlaydi, yo klik yoki masalan payme yoki masalan Uzumbankni kiritish kerak bo'ladi. Mana. Klik, payme, Uzumbank yoki payme. Endi qarang, bu yerda qanday to'lov amalga oshadi. Klikka nima qilasiz? Integratsiya qilingan bo'ladi. Biz klikka integratsiya qilib beramiz. Bu yerda klik tugmachasini ustiga bosganda foydalanuvchi mana klikka avtomatik o'tib ketadi. Sahifasiga o'tamiz. O'tganda bu yerda telefon raqamini kiritish mumkin bo'ladi, to'lov qilish yoki bo'lmasa karta raqamini to'lov qilish mumkin bo'ladi. Qolganlariga esa o'sha tizimda siz kartangizni qo'yib beramiz, karta raqamini to'lov qilish. Agar sizga xuddi shunaqa sayt kerak bo'lsa, pastdagi sayt havolani tashlaymiz. Saytni avval ko'ring. Xuddi mana shu saytda kerak bo'lsa, sizga murojaat qiling, tayyorlab beramiz. E'tiborga rahmat.